Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan bugun men Dragon va bugungi videoroligimizda telefonda sapxir o'ynaymiz. Va mana men yaratib oldim, qandaydir g'alati joydan respawn qildi. Agar siz ham sapxir o'ynamoqchi bo'lsangiz, mod Telegram kanalimda silka kommentariyada bo'ladi. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Unda bo'lmasa biz boshladik. Albatta birinchi bo'lib ishchi daraxt sindirishdan boshlaymiz. Bu bug'ga e'tibor bermaysizlar. Mod shunaqa. Bug bo'lib qolgan. Ozgina daraxt chopib olamiz. Va qorli zona. Yo'q, narigi tarafga ketamiz. Bu tarafda ham bir ko'raveray. Nimadir bormikan? Yo'q, bu yerda hech nima yo'q. Kanal yangi obunachilar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu hali birinchi qismi boshlanishi. Yana ozgina daraxt sindirib olamiz. O'sha tomonlarni ham bir aylanib kelaylik. Ana bu tomonda oddiy mirborga keldik. Cho'chqa yurtdan o'tdi. Qo'y, qurbaqa. Men bu yerda nima ekan debman, lava ekan. Lava qanday yoqyapti? Nimadir bormikan u yerda? Bir bor ko'raylik. Xo'p. Oddiy tosh joy. Va lava oqib turibdi bu yerda. Hop. Tosh sindirib olsak bo'lar ekan bu yerda. Bu yerda hech nima yo'q, oddiy lava. Taxtaga aylantirib olamiz. Versak. Versak qo'yib. Kitga olamiz birinchi bo'lib. Va toshdan sindiramiz. Shu lava chiqib qolmasa bo'ldi oldimdan. Lavani ovoz kelyapti. Bu tomonni qaziyveraylik. Xavfli baribir. Xo'p. Toshdan olib olamiz va toshinasini yasab olamiz. Topor va nima ekan debman. Xo'p, endi mana shu tomonga qarab ketaveramiz. Nimadir chiqar. Kompon chiqsa ham temir-semirlarni sindirib olardik. Hop. Nima ekan debman. It ekan. Itmi, bo'rimi? Voy, qornim och bo'ldi. Ovqat topish kerak. Boya qo'y yurganda o'ltirsam bo'lardi. Nima tushdi? Hop.
tushib olamiz. Ana qo'yni o'ltiramiz. Oy. Nima bo'ldi? Bug bo'lib qoldi. Minecraft qopmayan bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Yashot, tovuq yo'q. Mana mol ham kelgandim. Mana buni ham shunday chopib olamiz. İkisini ham. O 3'te ekan. Yaxshi. Orqamda bitta qo'y ham ko'rdim. Uni ham topaman albatta. Vay, yana bitta qo'y bo'lsa kechqurun karavot yasak ham bo'ladi. Anani tutdi ekan, uni ham topamiz. Oy, ikkita ekan. Yo'q aka. Vay. Ana nima? Qandaydir buzilgan uy. Давай like bosib obuna bo'lgan men tomonga boraman. Men xavfli bo'lsa sразу atagan qochamiz. Vay be. Bu yerda hech nima yo'q. Shunchaki buzilgan uy, sandiq bo'lsa. Sandiq bormikin? Sandiq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yo'q, menimcha yo'q sandiq. Yoki bor. Hozircha ko'rmayapman sandiq. Bu yerda sandiq yo'q ekan, shunchaki uy qandaydir buzilgan. Mayli, ketaveramiz. Nima bu mavi? Ho'kiz. Men sizami? Xo'sh. Mana bu yerda mevalarni olib yeb olamiz. Sen nimagadir sarf narsa qaysi modda degan bir o'sha modda chekildi. Qo'shib qo'ltirib yubordi. Hop, kechqurun tushyapti shekilli. Hop. Ana takam bor shekilli to'g'rida. Yo'q aka. Keladi keskin tushyapti. Zombilar paydo bo'lmasidan oldin karavot yasab qo'yay.
sakravermang. Okey, birinchi tunimiz. Bir kun o'tdi уже. Hali biz uy qurish uchun joy topishimiz kerak. Hali qiladigan ishlar ko'p. Sizlar like bosib obuna bo'linglar. Biz hamma narsaga erishamiz. Xo'sh, ana o'tdan mis ko'ryapman. Mis kerak bo'ladi. Kelajakda kerak bo'lishi mumkin bo'laveradi. Hop. Mislarni hammasini olamiz. Xo'sh, bu tomonga o't ko'raylik. Voy. To'da. Hozir suvga tushganda qora nimadir ko'rgandim. Ko'mirmi? Da, ko'mir ekan. Voy, tushib ketyapman. Hop, ko'raveramiz, farqi yo'q. Fakir yasab olamiz. 12 ta fakir bor. 3 kafa kerak bo'ladi hali. Shuning uchun tashabbus yubormay olib o'tman. Oho. Hozirda tavakkal qilib o'z kechiniyatim yo'q. Shunisi orqaga qarab, hamma tomonga. Olib oldim. O't temir yaxshi. Sindirib olamiz. Boshqa temir ko'rinmayapti. Hop, bu yerda. Voy, Minecraft o'tib bor-ku. Bir ikkita kerak emas, modni olib tashlaman shekilli. Bunaqada. Hop, nima ekan deyapman. Xo'rozmi? Lava ekan, uzoqdan oppoq bo'lib ko'rindi. Hop. Mana shu tomonga qarab boraveramiz. Voy, yana qoldi. Tomonda baribir hech nima yo'q. Shuning uchun bu tomonga boraman. Nimadir yurganmi bu yerda, katta ilonni. Bir tegishdi bosh. Tepadan nimadir ko'rinar. O'zimizga uy qurib
Normal bir joy topishimiz kerak. 7 euro dolar. Bitta umuman bo'lmaydi ko'rish uchun. Lekin menga o'tib tashlaymiz. Men bu ko'rsatib maqsadim bo'lasizlar uchun tushuntirishimizga. Vay, yana qorli zona nimaga qorli zonaga boramiz. Boshqa ilojim qolmadi. Yonotda nima? Buzilgan portalmi? Uy. Men buni qaranglar. Wow, iyi bolachasi ham bor ekan yoqimda. İyi bolang qolib ketdi. Yonotda qandaydir favvora bor. Men buni menga uryapman. Qors o'ltiradi hozir. Ovqat bermoqchi edim men senga. Va canını ko'paytirib olmasam, ovqat bermoqchi edim menga, bilmay uryapman. Ana yana nima? Xo'p, teleman bitta boshda. Yo'q. Bu menga ko'rinishidan qo'rqinchli. Xo'sh, sen ham meni urib ketmaysanmi? Yo'q, tegmas ekan. Xo'p. Nima kemami nima? Nima ekan debman. Magma ekan, shu yerda katta magma bor. Xo'p, olam shunday bo'lamasa. Sandık kılıç, voy bunun efektlerini. Hop, buların oldu bularımız, obsidian kalmaz gerek. Hop, voy bunun efektlerini kara, efektiniz wow. Hop. Oh, iyi onu mu? Pingvince. Pingvin mi bu? Pingvin? Voy, yakın toydagini qaraylar buni. Menga qarab yotishini. Voy. Mayli. Voy, nimalar deyapti bu? Voy, men buni shirinligini menga qarab. Kichkina ekan. Hop, kemaga boramiz. Bu kema ekan aslida ham. Bitta menimcha ovqatda bo'lishi kerak. Sandig'ida. Hop. Va xarita yana bitta. Nima bu? Hop, buni olamiz. Bu kerak emas. Qog'oz kerak bo'ladi. Bu ham kerak emas. Yana bitta sandiq bo'lishi kerak emas. Buni shu tepaga chiqamiz.
sandık yok mu? Ödeşmesem ikisi sandık dolar. Xo'p, obunachilar, yangilar, ya'ni bu yangi kanal, obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi qismi shu joyda yakunlanadi. Albatta ikkinchi qism ham tez orada chiqadi. Sizlar obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Albatta biz chiqaramiz. İkinci qismni tez. Hop, video shu joyda tugaydi. Hammaga xayr, like bosib obuna bo'lib qo'ying.